Yo, WhatsApp Negris. Sizlar bilan Ken. Bugungi videoda top 3 ta ajoyib modlarni ko'rib chiqamiz. Bu modlarning barchasi 1.21.51 Bedrock versiya uchun. Modlar barchasi mening Telegram kanalimda, kanal silkasi esa opsiyaniyada. Bemalol o'tib yuklab olishingiz mumkin. Siz videoni oxirigacha ko'rsalaring, mana bunday ajoyib modlarni guvoh bo'lasizlar. Aytgancha, videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Qani unda boshladik. Okey bolalar, qarochi bizda birinchi modimiz mana bunaqa oddiygina telefon va pul modi. To'g'ri, bu mod juda ham oddiy va keraksiz bo'lishi mumkin, lekin men uchun eng kerakli mod. Men mana shuni Bedrock uchun rosa qidirdim. Mana shu Bedrock varianti ekan, bu Java uchun edi. Qarochi mana nihoyat topdim va sizlarga ham ko'rsatyapman. Qarochi bu mod haqida menda boshqa ma'lumot yo'q. Seriallar uchun bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. Keyingi modga o'tamiz. Keyingi modimiz esa mana bunaqa jitellar. Hozir sizlarga barchasini olib ko'rsataman. Mana bomchi jitel, oddiy jitel, mer, yana qanaqadir jitel. Mana bu yerda xullas mana barchasini oldim. Mana birinchi komput ekan. Yo, mana o'sha ichiga narsa solib qo'ysa ham bo'lar ekan buni. Yo, what the fuck? Yo, mana shu oddiy zombi. Yo, bu harakatlanmaydimi? Yo, okey, bu ham oddiy zombi ekan. Mana bu bomchi jitel. Qarochi buni ham seriallarga ishlatsalar ham bo'ladi. Men o'zi 90% modlarni serial uchun qidiraman. Mana zombi. Yana qanaqasi bor? Hozir ochiqroq joyda ko'rsataman. Qarochi o'sha bomchimiz. Bunda narsa to'salar bo'lar ekan, narsa sotuvsalaring. Mana qarochi mana o'zimda oddiy jitel. Ular farqini bilmadim. Mana bu boygacha mer deb yozib qo'yibdi. Ular buni ham seriallarga ishlatsalar bo'ladi. Mana bu jitel qanaqadir qaroqchimi, qo'li ko'rmay qopti. Mana bundaqa boygacha golem. Okey, mana bundaqa kamoli yo. Xullas bolalar, bu modni ham menimcha tushundilaring. Hozir bittasi qolib ketdi, shuni ko'rsataman. Okey, mana. Hozir mana bittasi qoldi va bu ham what the fuck. Oddiy jitel tuyalari bilan mana lamalari bilan ekan. Mayli, bu mod haqida menda boshqa ma'lumot yo'q. O'zi ma'lumot ham aytganim yo'q. Mayli, keyingi modga o'tamiz. Go. Xullas bolalar, ko'pchilik so'radi, nimaga videolar turganingizda qo'lingizda loy turadi. Qarochi bu meni kamera, mana bundaqa sakrayman, bir bolalar qilaman, xullas bu meni videoga olib turadi. Bu ham xullas mod qarochi, nima qilaman bu modda, nima qilamiz o'zi. Qarochi oddiy loy blokni olasizlar va bosib turasizlar. Mana bundaqa menu ochiladi. Hozir men mana remove all frames bosdim. Va hozir hammasi o'chib ketdi. Mana bu anti-break add position frame deb bossalaring, qarochi kamera qo'yiladi shu qarab turgan joylaringga. Mana bu kamera settingsdan mana qarochi vaqtni yozasizlar. Masalan, o'zining vaqti 8 bo'lardi. 8 ni yozdim. Men endi harakat qilaman-da. Mana masalan, hop, turgan joyimdan yurib keldim. Xuddi mana shu yerga mana to'xtadim. Va bu yerga ham kamerani qo'yaman va mana bu yerga tushib olaman. Endi o'sha loy blokini bosib turamiz va start kamerani bosamiz. Okey. Va mana qarochi bu bizda chiroyli qilib unda atrofdan video olib turibdi. Wow. Bemalol seriallarga bitta o'zlaring video ko'rsalaring bo'laveradi. Chotki mod. Qarochi men shundan ishlataman xullas. Kamera mod. Bolalar, barcha modlar men Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol o'tib yuklab olishlaring mumkin. Mayli, hammaga xayr.